Hurmatli obunachilarimiz, bugun Hazarasda zo'r yangilik, ya'ni qo'chqor go'shi, mol go'shi sotiladigan qassobxona ochildi. Hammangizga assalomu alaykum deymiz. Adresimiz bizlarning Hazarasi sentrda Chitliq ko'pirining yonida. 4 yo'ldan kelaverishda Chitliq ko'pirida o'tasizlar, chap qo'lda. Sentrdan kelaverishda Chitliq ko'pirining ustidan chiqasizlar, o'zi o'ng qo'lda. O'tgan qachon so'yladim endi bu? Hozir so'yladimi? Gap yo'q, yine malaz lop-lop. Yine kirete gap turibdi o'sha. Assalomu alaykum. Sizlar bilan. Ena, uje qarab turibdilar, ko'chchilara. Mana qarang, esa xudo xolasa qo'chqor go'shiga keladilar. Bugun juma kuni chizimdan qo'yib berasiz. Turadi. 130, yo'q, o'kisdagi 110 dan. Qo'chqor kinchadan qo'yib berasiz. 120 dan qo'yib beraman. Bugun yaxshi bo'lib 120. 120 dan qo'yasizlar. 120 dan qo'yamiz. Bugun 120. Bo'ldi. Bugun 120 dan juma kuni qo'chqor go'shi, mol go'shlari 110 dan qo'ydingiz. Avval 110 dan. Bo'ldi. Asa ichandan birini tura olamiz asa. Haydang. Adres tushuntirdik. Assalomu alaykum. Akaginam bormisiz? Charchamasdan? Ichilaydimmi? Borman. Bayramlar bilan. Bormisizmi? Mana qarang, xudo xolasa buyina. Ana siz bo'lsa shuda bir xalqqa xizmat qilaylik deb. Shu qassobxona ochsizlar. Qo'y go'shi, mol go'shi topiladi. Hamma topiladi shunda. Yana hurmatli obunachilar. Xalqimizga bugun 110 ming so'mdan xudo xolasa mol go'shini qo'yib berdilar obunachilar. Ko'rishingiz mumkin. Hamma joydan bor aka. Hamma joydan bor. Yana. Bular ismi, satan ismi. Hamma joydan bor. Bo'yin go'shi. Charim yoqlar bo'yna obunachilar. Bo'yin go'shi. Ish qilib laqim aytib berasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa kelaverasiz hammangiz. Bo'ldi. Mana qarang, qo'chqor go'shini shunda bugun skidkada 120 dan qo'yamiz sizlar. Juma kuni. Har juma kuni. Bo'ldi, qarang endi. Mol go'shini har juma kuni 110 dan qo'yamiz. Bo'ldi. Obunachilar kelaverasizlar, nomerlari xudo xolasa aytib qoldiramiz, ekranda yozib ham qoldiramiz. Bemalol kelib xarid etishingiz mumkin. Ya'ni yangilikni zo'ri Hazaras Chitliq ko'pirining yonida qo'chqor go'shi, mol go'shi qassobxonasi ochildi. Bo'ldi. Bo'ldi. Esa bemalol hammani kutib qolamiz. Esa like bosib bu videolikimiz xudo xolasa aka-ukalarga jo'natib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Sog' bo'ling demasa zamon bo'ling aka. Nomerlari bir aytib qoldiring. 94 dan 568 0089. 0089. Bo'ldi. Yana obunachilar uje bir qo'chqorni halollamaga kirdilar. Yana uch keletlarimiz uj qarab turibdi. Bemalol hammani kutib qolamiz esa, kelaverasizlar hurmatli obunachilar. Yana. Yep, bo'lishi mumkin emas. Uncha kerak keladi ekan, bay. 40 dan o'tib 50 o'rtaligida bo'ladi. Samjaganang, samjaganang. Yoshagan ishini ochib. Yoshaganang. 2 dish. Mana qarang, shunda bu 40 bilan 50 o'rtaligi bu. Bo'ldi. Asa, hurmatli obunachilar, hammani kutamiz. Kelaverasizlar. Kimda kim endi qo'chqor go'shi, mol go'shi kerak oladi bo'lsa, xudo xolasa Chitliq ko'piri yonida go'shxona do'kon ochildi. Kelaveringlar, bayramlar bilan sog' bo'linglar. Молодец.